Bolalik inson hayotidagi eng beg'ubor va muhim davr. Aynan shu yoshda shakllangan odatlar kelajak sog'lom turmush tarzining poydevoriga aylanadi. Shu jihatdan Namangan shahridagi 70-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z hududidagi eng shinam va ko'rkam maskanlardan biri sifatida alohida e'tiborga loyiq. 70-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 2022-yilda ochilgan bo'lib, 120 nafar o'ringa mo'ljallangan. Hozirda 220 nafar bolajonlar tarbiyalanib kelmoqda. Bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 12 nafar pedagog xodimlar bolajonlarimizga ta'lim-tarbiya berib kelmoqdalar. Har dushanba o'tib kelinayotgan kelajak soatlari muntazam o'tib borilayotgan. Bugun ham kelajak soatimiz tayyorlov guruhida Hamidullayeva Durdonaxon olib bordilar. Bog'chaga kirib kelishingiz bilan bu yerdagi bolajonlarning quvonchga to'la sehrli olami sizni beixtiyor o'ziga tortadi. Har bir burchak bolalar didiga mos bezatilgan, muhit esa iliq va xavfsiz. Bugun tashkilotda tozalik, salomatlik garovi mavzusida navbatdagi kelajak soati mashg'uloti o'tkazilmoqda. Unda bolajonlarga shaxsiy gigiyena qoidalari sodda va tushunarli usullar orqali o'rgatilmoqda. Qo'llarni doimiy yuvish, tishlarni tozalash, ozoda kiyinish va atrof muhitga e'tiborli bo'lish bu mashg'ulotning asosiy mavzularidan. Tarbiyachilar bu tushunchalarni bolalarga o'yin va amaliy mashqlar orqali singdirmoqda. Tashkilot rahbari Xurshida Ismoilova tomonidan bolajonlar uchun ozoda, shinam va sog'lom muhit yaratilgan. Bu yerda nafaqat ta'lim va tarbiya, balki sog'lom turmush tarziga oid dastlabki ko'nikmalar ham shakllantirib borilmoqda. Natijada bolalar tozalikning ahamiyatini anglab, uni kundalik hayotning ajralmas qismiga aylantirmoqda. Bu esa sog'lom va baxtli kelajak sari qo'yilgan muhim qadamlardan biridir. Namangan shahridagi 70-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tozalik, tarbiya va mehr uyg'unlashgan maskandir.